Biz 4A sinf o'quvchilari bilan texnologiya darsida papye-mashedan chiroq yasadik. Mana o'quvchilarim chiroq yasashdi va tayyor bo'ldi. Mana hozir chirog'imizni yoqib ko'rsatishadi. Yondimi? Ana endi mana chirog'imiz chiroyli tusga kirdi mana. Rahimjon va Muslima yasadi. Mana. Muslima necha kunda qotdi bu kleylagan narsa? Bir haftada qotdimi yo 3 kundami? Bir kunda qotdi, bir kunda qotdi. Qaranglar, demak chiroq chiroyli hosil bo'ldi. Buni endi munchoqlar bilan yasatsang ham chiroyli bo'ladi. Mana yana qolgan qizlarimiz ham yasab keldi. Yana kim yasadi? Mana ranglar bilan qilishibdi. Qani buni ipchalari? Mana Sarvinozniki. Yonib ketmaydimi? Yonib ketmaydimi? Yo'q. Oh, молодец. Yonsa bo'ladimi? Qani yondirib ko'ramiz. Yo'qo'rib. Qani ichida yo'q-ku? Ana sersi. Yondimi? Yo'q. Yo'q, bo'ldi, yondirma, kerak emas. Mana. Mana buni ayniqsa kechqurun agar yoqsanglar, lekin baribir ehtiyot bo'linglar. Elektr, gaz, pechlardan. Salkam chiroyli chiqdi.